Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 9-avgust odatdagi migrantlar haqida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklarni hozir qisqacha va soddaroq tilda tushuntirib o'taman. Bu safargi noqonuniy migrantlarni aniqlashda politsiya keng ko'lamli tekshiruvlarni Sankt-Peterburg shahrida o'tkazdi. Rossiya bayrog'ini o'zi bilmay tahqirlagan ayol yaqinda ko'rdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda bu haqida xabarlar tarqaldi. Bu ayol O'zbekistonga qaytarildi. Bir necha shu mahalliy aholi taksi yigitni podstava qilmoqchi bo'lishdi. 10-avgustdan, ya'ni shu bir necha kundan keyin Rossiyada mehnat patentini to'lovlari uchun yangi tartiblar joriy etiladi. Yangiliklarimizni boshlashdan avval sizlardan iltimos, bizni hali ham ko'pchilik shu bizga obuna bo'lmay bizni muntazam kuzatib boryapti ekan. Shuning uchun sizlardan iltimos, shu bizni kanalimizga obuna bo'lib olinglar. Shu o'rinda Instagram sahifamiz, Telegram kanalimizga ham endi yangiliklar birma-bir aytib o'tsam, bu safar noqonuniy migrantlarni aniqlashda keng ko'lamli tekshiruvlarni yana shu politsiya Sankt-Peterburgda o'tkazdi. Tekshirish uchun teplovizor bilan jihozlangan kvadrokopterlar olib kelindi. Shu bilan birga yo'l harakati politsiya xodimlari ham shu aynan Sankt-Peterburg shahrida keng ko'lamli reydlarni o'tkazishdi. Shu bilan birga Leningrad viloyati Lomonosov tumanidagi Novoseliy poselkasida 3 ta qurilish shaharchasi hududida hujjatlarni tekshiruv o'tkazildi. Politsiya kelganda ayrim chet elliklar yaqin oradagi o'rmonga qochishga urinishdi. Politsiyachilar bunga oldindan tayyorgarlik ko'p kelishgan. Tekshiruvdan yashiringanlarni barchasini politsiya ushlagan va natijada Lomonosov tumanidagi MVD navbatchilik qismiga olib ketilgan. Ayni ko'ryapmiz, so'nggi paytlarda shu Sankt-Peterburg shahrida noqonuniy migrantlarni ko'zini ochtirishmayapti. Ayni nafaqat noqonuniy, bu yerda oddiy shu hujjatlar tartibli bo'lib turgan mehnat muhojirlari ham ishlashga qo'yishmayapti. Sizlar bizni qaysi regiondan kuzatyapsizlar do'stlar? Sizlarda vaziyat qanaqa? Fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Men har bitta fikrlaringizni o'qiyman. Shu bilan birga Rossiyadagi qaysi regionda bo'lmang, siz bizni Telegram sahifamiz orqali o'tib, bizni shaxsiy xabarda o'zlaringizni shu qiynayotgan savollar yoki siz bo'lib turgan regionda sizga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlar yoki sizdagi hayratga solgan ba'zi bir holatlarni shu bizni Telegram sahifamiz orqali o'tib shaxsiy xabarga qoldirishlaringiz mumkin. Kuni kecha Nijniy Novgorodda Samarqanddan kelgan opamiz shu Rossiya hududida Rossiya bayrog'ini o'zlari bilmasdan shu topib olganlar balkim. Buni shu o'zlari aytayaptilar, buni yuvish maqsadida olganliklarini, lekin shunga qaramasdan Rossiya hududida bu kishiga nisbatan hukumat tomonidan jiddiy ayblov qo'yildi. Yaxshi ham shu elchixona yordamida bu ayolga nisbatan qo'yilayotgan jiddiy ayblov olib tashlandi. Bu kishi shu Rossiya bayrog'ini qasddan tahqirlamagan, ataylabdan qilmagan, bu isbotlandi va migratsiya agentligining jamg'armasidan bu ayolga biletlar xarid qilib berildi va uyiga jo'natildi. Bu opamiz shu o'zlari bilmay qilgan qilmishlaridan qattiq afsusda. Albatta bu kishi bu ishni qasddan qilmagan, bila turib qilmagan. Ko'ryapmiz, shu Rossiya hududida hukumat hozirda chetdan kelgan fuqarolarga nafaqat shu o'zlarini shu mahalliy aholiga ham shu Rossiya hukumati bilan bog'liq bironta bir holatlarni juda jiddiy qarashyapti va joyi kelsa bu ishni shu Rossiya qonunchiligida belgilangan tartibda jinoiy ish ham qo'zg'atishyapti. Shuning uchun joylarda ehtiyot va ogoh bo'linglar. Ko'ryapsizlar, bu opamiz ataylab qilmaganlar. Bu ayol barabaxiya qoldi. Bu uchun Rossiya qonunchiligida belgilangan 0 yildan 5 yilgacha shu qamoq jazosi tayinlanishi mumkin edi. Shuning yana qaytaraman, joylarda ehtiyot va ogoh bo'linglar. Bunaqa o'zlaringiz bilmasdan xatolik qilib qo'yib aybsiz aybdor bo'lib qolmanglar. Mahalliy yoshlar taksi haydovchini shantaj qilishga urinishdi. Bu voqea Moskva shahrida shu taksichilik bilan shug'ullanayotgan yigit bilan sodir bo'lgan. Ko'ryapmiz, yo'lda bu yigitni bir necha kishilar to'xtatishgan va mashinaga o'tirgan ayolni manzilga olib borishni so'rashgan. Haydovchi esa rad javobini bergan. Mijoz kutayotganligini aytgan. Ayol dastlab iltimos qilib ko'rgan va undan keyin ko'psaga o'tgan. Hatto aktrisalik qilib menga shu zo'ravonlik qilyapti deb baqirib ko'rgan. Bu yigit xotirjamlikni hammasi kameraga yozilayotganligini aytgan va shantajchi ayol nomeri o'tmagach mashinadan tushib ketgan. Bu yigit joyida juda to'g'ri ish qilgan. Shuning uchun doim aytaman do'stlar, mana shunaqa hodisalarga duch kelib qolsalaringiz aytaylik, bu mahalliy aholi bo'ladimi yoki boshqa kishilar aytadi, mana
A tochkadan B tochkaga yuborib qo'ying, yetkazib qo'ying. Iltimos shu taksopark xizmatidan foydalanmang, bu xizmatni yoqmang. Shu komissiyasi ham o'zingizga qoladi yoki sizdan shu qo'shimcha to'lovlarni oldini olish maqsadida aytish mumkin. Bunga e'tiborsiz bo'lmasliklaringiz kerak. Albatta har bitta zakasni bajarayotganda yoki bir kishini bir manzildan boshqa manzilga olib ketilayotganda albatta taksoparkning xizmatini qayerdan qayerga olib ketayotganingizni manzil belgilab qo'yishingiz kerak. Ko'rdikku, mana shu videoda ayol shantaj qilmoqchi bo'lgan. Bu yigit vaqtida rad javobini bergan. Shu yigit agar bu ayolni olib boshqa to'shkaga olib ketgan bo'lganida, balkim shu mahalliy aholi bunga guvohlik sifatida yoki shu ayolni olib ketdi, vaholanki adresiga olib borib shu buyumlarni olmoqchi bo'ldi yoki qanaqadir jinsiy xarakterdagi harakatlarni qildi degan ayblov qo'yish mumkin edi. Shuning uchun joylarda ehtiyot va ogoh bo'linglar. Men har doim aytaman, bunaqa vaziyatlarga duch kelmaslik uchun iloji boricha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. 10-avgustdan, ya'ni shu bir necha kundan keyin Rossiyada mehnat patentini to'lovlari uchun yangi tartib joriy etildi. Yangi tartib bo'yicha har bir chet el fuqarosi patent olgan chislosidan data выдачasiga berilgan sanasiga qarab to'lab borilishi kerak bo'ladi. Agarda mana shu patent berilgan chislosidan bir kun oldin yoki bir kun erta to'lab qo'yiladi. Bir kun ertasi mayli, lekin bir kun kech to'lab qo'yiladigan bo'lsa, bu patent joyida shu annulirovан qilinadi va yaroqsiz holatga keltiriladi. Avval mana shu patent berilgan chislosidan bir necha kun o'tkazib to'langanda ham patent ma'lumotlar bazasida qolaverar edi. Bu patentni MVD ko'rib chiqib shu annulirovан qilmas edi. Shu yaroqsiz nedeyствительный holatga kelardi, lekin umumiy shu kuydirib qo'yilmasdi. Ana endi yangi tartib bo'yicha agarda keyin buni bilmay bir kun o'tkazib qo'yadigan bo'lsa ham, MVD buni darhol ko'rib chiqib patentni annulirovан qiladi. Bu chet el fuqarosiga ro'parasi 1 yilgacha patent berilmaydi. Shuning uchun telefonlaringiz shu budilnikka qo'yib qo'yasizlarmi, shu eslatmaga qo'yib qo'yinglar. Har oyma-oy shu patentni orqa tomonidagi data выдачasiga qarab kechikmay o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirib keringlar. Aks holda yuqorida aytgan holatim bo'yicha patent annulirovан qo'yiladigan bo'lsa, bunda chet el fuqarosi mamlakatdan 3 kunda ixtiyoriy tark etishga to'g'ri kelib qoladi. Patent yaroqsiz holatga keladi, annulirovан qilinadi va ro'parasi 1 yil patent berilmaydi. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklar va xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylayman, yangilik xabarlarim sizlarga foydali, manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi xabarlarda, ma'lumotlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' va salomat bo'linglar.